Keling, bugun siz bilan shukronalik sirlari haqida gaplashamiz. Men har kuni erta tongdan kunimni shukronalik yozishdan boshlayman. Shukronalik yozib boshlaganimdan buyon asl baxtning sababi nimada ekanligini juda ham chuqur angladim. Asl baxtning sababi hozir hayotimizda bor narsalar uchun shukronalik keltirishda ekan. Biz shukur qilishimiz uchun Allohim bizga shunaqa ko'p narsalar bergan ekanki, eng birinchi shukronaligimiz Allohim qancha maxluqotlarining ichida bizlarni inson qilib yaratganligi uchun shukronalik keltirishimizdir. Har tongni sog'lom qarshi olib, farzandlarimizning kulgusini eshitayotganligimiz bu bizning shukronalik keltirishimiz uchun eng birinchi sabablardir. Shukronalikning foydalarini yozganimdan buyon juda ham chuqurroq, cheksizroq angladim. O'zimni xotirjam va hayot bilan kurashmasdan, hozir bor narsalarimga ichimdan, chin qalbdan shukur keltirishni o'rgandim. Har doim shukronalik hissida yashagan inson ijobiy va ijodkorlik energiyasida bo'larkan. Mana shu ijobiy va ijodkorlik energiyasi insonning munosabatlariga, ish sifatiga, maqsadlarining natijasiga albatta ta'sir qilarkan. Insonning oldiga qo'ygan maqsadlari natija olib kelayotganligini ko'rsa, turmush o'rtog'i bilan munosabatlari, atrofdagi insonlar bilan munosabatlari mustahkamlanayotganligini ko'rsa, hayotining sifati o'zgarayotganligini ko'rsa, hayotga qarashi o'zgarar ekan insonning. Insonning hayotga qarashi o'zgargandan keyin u insondan baxtli inson bo'lmas ekan. Shuning uchun insonda moddiy boyligini yo'qotishdan qo'rqmaslik kerak ekan. Inson aslida shukronalik hissini yo'qotishdan qo'rqish kerak ekan. Shukur hissini yo'qotganda qo'lidagi hamma narsasini yo'qotar ekan. Chunki inson hayotdan nolishni boshlar ekan va hozir hayotida Alloh bergan bor narsalarni ham ko'rmas ekan. O'zini baxtiga o'zi chang solar ekan. Qachon biz shukur hissimiz ko'paygan sari Alloh bizga beraverar ekan. Bu bandam shuncha bergan narsam uchun shukur qildimi, men unga bundan ham ziyodasini beraman deb Allohim bizning shukrimizga yarasha bu hayotda mevasini ham berar ekan. Shukronalik bu eng kuchli